Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Agar farzandingiz kelajagiga bee'tibor bo'lmasangiz, videoni o'tkazib yubormay oxirigacha ko'ring. Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi Namangan tuman ixtisoslashtirilgan maktabi 2025-2026 o'quv yili uchun qabul e'lon qiladi. Birinchi o'rinda aytib o'tay, maktabimizda o'qish mutlaqo bepul. Sinflar aniq fanlar, ya'ni matematika, fizika, ingliz tili hamda tabiiy fanlar, biologiya, kimyo yo'nalishlarida tashkil etilgan. Bundan tashqari tarix va ona tili fanlari ham chuqur o'rgatiladi. Eng asosiysi shuki, o'quvchilar bitta sinf xonasida 24 nafar bo'ladi. Ixtisoslik fanlari esa 2 guruhga bo'lib o'qitiladi. Atigi 12 nafar o'quvchi bo'ladi. O'zingiz o'ylab ko'ring, ta'lim sifati ham shunga mos bo'ladi. Hozirda 11-sinf bitiruvchilarimizning deyarli 80% milliy va xalqaro sertifikatlarga ega. Hamda ular muddatdan avval talabalik maqomiga ega bo'lib ulgurishdi. 10-sinflarning ham deyarli 50% talabalik maqomiga ega bo'lib bormoqda. Maqsadimiz o'quvchilar 11-sinf tamomlaguncha maksimal ballga ega bo'lib muddatdan avval xohlagan oliygohlarga talaba bo'lishlaridir. Sizga yana shuni eslatib o'tay, siz hech qanday repetitorlarga pul sarflamaysiz. Bizda ta'lim olgan o'quvchilar o'zlari darsda va darsdan keyingi mashg'ulotlarda tajribali va mahoratli o'qituvchilardan ta'lim olib, milliy va xalqaro sertifikatlarga ega bo'lishadi. Hozirda 5-sinfga asosan aniq fanlar yo'nalishida, 7-9-sinflarga esa aniq va tabiiy yo'nalishlarga qabul qilamiz. Shoshiling, qabulga qisqa vaqt qoldi. 20-iyungacha ulgurib qoling. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi manzilga yoki telefon raqamlariga murojaat eting.